Davom etamiz. Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida doping haqida tushuncha, sportchi salomatligiga salbiy ta'siri va oqibatlari mavzusida seminar bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Dopingga qarshi kurashish bu sportda sof g'alaba, toza raqobat va sog'lom avlod shakllantirishda muhim omillardan. O'zbekiston kurash federatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan seminar ham murabbiylar, sportchilar va soha mutaxassislarining ayni mavzudagi bilimlarini mustahkamlashga qaratildi. Xabaringiz bor, joriy yilning 22-31 oktyabr kunlari Bahraynda bo'lib o'tadigan yoshlar o'rtasidagi Osiyo o'yinlari dasturiga ilk bor milliy sportimiz kurash ham kiritilgan. Tadbir mazkur bellashuvlarda ishtirok etuvchi polvonlarning antidoping qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularga taqiqlangan moddalarni iste'mol qilmaslik hamda antidoping bo'yicha sanksiya va cheklovlar haqida tushunchalar berish kabi maqsadlarga qaratildi. Sportchilarni antidoping savodxonligining kamligi va ularni chuqur bilmaganligi tufayli ko'plab kichik lekin oqibatlari juda ham katta bo'lgan sabablarga olib kelmoqda. Antidoping tashkilotini WADA tomonidan kodeksidan tasdiqlangan 11 ta qoidabuzarligi bor va u qoidabuzarlikda faqatgina doping moddasi aniqlanishi emas, undan tashqari sportchilarni buyumlari orasida taqiqlangan modda yoki usullar, ya'ni asboblar topish ham taqiqlangan hisoblanadi. Va undan tashqari sanksiya olgan sportchi mashg'ulotlarga kelmasligi, mashg'ulot o'tkazilayotgan joylarda uchramasligi va undan tashqari boshqa masalalar bo'yicha ham o'sha yerda tushuntirib o'tayapmiz. Seminarda dopingning oqibatlari, sportchilar bu kabi taqiqlangan moddalardan foydalanishi nafaqat atlet, balki jahon arenalarida O'zbekiston terma jamoasi kurash federatsiyasining ham obro'siga putur yetkazishiga olib kelishi, yurtimiz sport imiji uchun salbiy ta'sir qilishi tushuntirildi. Tadbirda shuningdek sportchilarning antidoping va odob axloq qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularning murabbiylari bilan bu borada tushuntirish ishlari olib borish bo'yicha hududlarda seminarlar tashkil etilishi belgilab olindi. Zero dopingdan xoli, halol raqobatda toblangan kurashchilargina har qanday musobaqada O'zbekistonning yuzi, kuchi, sport salohiyatini namoyon eta oladi.